Assalomu alaykum. Hurmatli Doktor Umarov kanali podpischilari, kuzatuvchilari, sizlar bilan yana Doktor Umarov, ya'ni men. Yaqinda shu burun atrofidagi operatsiyalar to'g'risida video berdik. Juda ko'pchilik mamnuniyat bilan qabul qildi. Juda ham ko'p minnatdorchiliklar bildirildi bu masalada. Endi undan keyin savol-javob ko'paydi, juda ham ko'payyapti. Adenoid 3-daraja, 4-daraja oldirsak bo'ladimi? Burun umuman bekitib qo'ygan, uni oldirsak bo'ladimi? Shuni ham davolasak bo'ladimi? Shunaqa bemorlaringiz juda ham ko'p degan nimalarda juda ham ko'p savol bilan berilyapti. Endi shu savolga javob, shularga bitta javob qaytaraman. O'sha videoda ham aytdim, burun to'sig'ining qiyshiqligi 90% odamlarda statistika bo'yicha tug'iladi shunday. Ya'ni 100 ta odamdan 90 tasida xuddi shunaqa tug'iladi. Juda ko'pchilik aytilyaptiki, aynan mana shu burun nimasi bo'yicha men yiqilgan edim, shundan yoshligimda bo'lgan edi, travma olgan edim, ya'ni kalta yegan edim deyilyapti xolos. Lekin u burun sinmagan-ku. O'sha paytda sinib qiyshiq bo'lib qolmagan-ku. O'sha paytda agar singan bo'lganda burundan qon oqar edi, kuchli og'riq bo'lar edi, chunki mana shunaqa. Lekin unaqa narsalar bo'lmaganda, ma'lum bir vaqt o'tib, oradan 3 yil, 5 yil, 10 yil, qanchadir shuni vaqt o'tyapti-da, burnim singan ekan o'sha paytda, qiyshiq bitib qolgan ekan, yo qiyshayib qolgan ekan degan gap bo'lyapti. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. U qiyshiq tug'ilgan. Statistika, meni gapim emas bu. Statistika gapiryapti. Burun chig'anoqlari xalq tilida bu go'sht deyiladi. Ya'ni burunning ichida go'sht bor ekan deyiladi. Adenoid bezi, dimoqda joylashgan bez. Bu ham Alloh yaratgan. Chig'anoqlarni ham buni ham Alloh yaratgan. Yana bir marta aytaman. Endi tasavvur qiling, bularda kattalashib qolish, ya'ni ishib bo'kib qolishi, adenoid kattalashib ketishi, o'zini razmeridan nisbatan kattalashib ketishi, burun chig'anoqlarini o'zini razmeridan kattalashib ketishi bu surunkali shamollash hamda allergiya oqibatida bo'ladi. Agar siz burunni ichidagi go'shtni kestirib olib yoki kuydirib yo'lini ochib qo'ysangiz yoki adenoid bezini olib tashlasangiz, siz go'shtni yoki o'sha bezni olib tashladingiz xolos. Kasallikni olib tashlaganingiz yo'q. Sergey Lazarev degan bir inson bor. Shuni 7 tomlik diagnostika karmi degan kitobi bor. Shu kitobni o'qigan odam bilar, o'qib ko'rsa biladi. Endi kimdir. Shunda yozilyaptiki, masalan deydi, kitobda yozilgan joyini aytaman. Buyragingiz kasal bo'lib qoldi, bittasi yiringlab ketdi. Misol deyapti. Buyrak juft organ, ya'ni ikkita bo'ladi. Asosiy odamlarda. Endi patologiya bo'lib 3 ta, 4 ta, 6 tagacha ham bo'lishi mumkin. Asosiy funksiyoniruющий buyrak ikkita bo'ladi. Shuni bittasi kasal bo'lib qoldi. Misol deylik, tosh bo'lib, boshqa bo'lib. Buyrakni olib tashlashga to'g'ri keladigan bo'lib qoldi. Buyrakni olib tashladingiz. Lekin kasallikni olib tashlaganingiz yo'q, buyrakni olib tashladingiz deyilyapti. Endi bu yerda ham adenoid bezini olib tashladingiz, oldirdingiz, lekin kasallikni oldirganingiz yo'q, esingizdan chiqmasin. Alloh taolo bizga har bir a'zoni bejizga bermagan. Uni bizga birorta vazifasi bor. Hatto hali fan o'rganmagan bo'lishi ham mumkin bu narsani. Shuni esdan chiqarmang. Qiyomatda o'sha yaratilgan a'zoni bejizga hech qanaqa sababsiz, ya'ni ko'rsatmani prosta o'zingiz hosil qilib oldingiz. Olib tashlash, bu qiyomatda javob berasiz. Olib tashlagan ham, oldirgan ham. Chunki Alloh men bergan a'zoni sen nimaga sog'lom saqlamading degan gap, shu savolga javob berasiz. Bir kun hammamizda bor. Bitta tuk uchun javob beramiz o'sha qiyomatda. Chunki Alloh bizga uni foydalanish uchun bergan. Endi bugungi kunda mana davolash mumkin degan mana shunaqa narsani gapirganimizda, bizni davolash uslubimizni hali boshqa odam bilmaydi. Bu yerda nima qilamiz? Tagidagi mohiyat nima? Mana shu narsani hali tushunib yetmaganligi uchun. To'g'ri, hamma o'sha lor vrachlar ham, men e'tirozim yo'q. U ko'rsatma bo'yicha qilyapti. Juda jahon standartlari bo'yicha qilyapti. Men uni nima demoqchi emasman. Operatsiya qilmagan demoqchi emasman. Lekin operatsiyaga shoshilmang, oldin davolab ko'raylik demoqchiman.
deyapman. Lekin juda ham ko'p tuzalib ketganlar, ana shu videodan keyin ayniqsa juda ham murojaat ko'payib ketdi. Allohga shukr, ishonib kelganlarga rahmat. Ishonib kelganlar hech qaysinisi norizo bo'layotgani yo'q. Bordir bitta ikkita haligi norizo bo'layotgani. Endi hamma joyda bo'ladi negativchilar. Hamma joyda bo'ladi. Hamma joyda. Ular uchun ularga oldin ham rahmat aytganmiz, bundan keyin ham rahmat aytamiz. Shuning uchun e'tiborga oling. Oldin davolash uslubi keskin boshqa. Boshqa joyda kelgan odamlar ham aytayaptiki, hammasi biz bunaqa tavsiyani boshqa joyda eshitganimiz yo'q edi, deyilyapti. Chunki bu ishlab chiqarilgan. Bu ya'ni Alloh dilimizga solib qilingan yangilikni tagidagi bir yaxshilik. Endi e'tirozlarning ichida bo'lgan e'tirozlarga bitta o'zimni chiroyli bitta gapim. Men haqiqatda detskiy xirurgman. Больницада detskiy xirurgiya bo'limida detskiy xirurgman. Ko'chaga chiqqanimdan keyin erkin ijodkorman. Xohlagan temamda ijod qilish huquqiga egaman. Ana shu huquq bo'yicha men ijod qilganman. Bu narsani izlanib topganman. Yana kimgadir kerak bo'lsa, bu savolga javob bera olaman bu masalada. Qilayotgan ishimga ham javob bera olaman. O'shaning uchun. Lekin mana bitta narsa aytaman. Garantiya bormi deyshadi. Garantiya meditsinada ishlatilmaydi. Meditsinada ishlatilsa, u shirk amaliga aylanadi. Shundan qo'rqaman. O'shaning uchun garantiya degan so'z meditsinada ishlatilmasligi kerak. Kim ishlatdi? Garantiya beraman degan oldiga boring. Men lekin uni oldiga borishni tavsiya qilmayman. Sabab u shirk amalida turibdi. Alloh shifo beraman deb turgan paytda shirk amalini ko'rgandan keyin qaytadi. Bermaydi. Shuning uchun biz astoydil faqat Allohdan so'raymiz. Shifoni yaratgan beradi. Dard berguvchi o'zi, shifo berguvchi ham o'zi. E'tiboringiz uchun rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosib, podpiska bo'lishni unutmang. Kimlarga yuborib qo'yishni ham o'zingiz bilasiz. Kelasi videolarda ko'rishguncha xayr.